Yugurib o'tib ketaman. Mana video ketdi. 45 yil muborak bo'lsin. Mana bugun Toshkent davlat chet tillar pedagogika institutini 1976-yilda kirib, 1981-yilda tugatgan sobiq talabalari 45 yil to'lganligi munosabati bilan uchrashib turibmiz. Toshkentda yig'ildik. Va bugun Toshkent shahrining eng diqqatga sazovor joylarida bo'ldik. Birinchi bo'lib, demak, bugun dunyoga mashhur bo'lgan O'zbekiston Respublikasi demak, islom sivilizatsiyasida bo'ldik. Taassurotlar juda ham katta, to'g'rimi? To'g'ri. Ana undan keyin esa biz albatta bugungi kunimizda milliy qadriyatlar, dinimiz olqishlanayotgan bir paytda biz Oq masjid, ya'ni Minor masjidiga bordik. Mazza qilib u yerda ham ziyoratlar qildikmi? Ziyorat qildik. Mazza qildik. Shundan so'ng esa biz mana toza havodan nafas olib O'zbekistonimizning eng go'zal joyi bo'lgan O'zbekiston bog'iga keldik. Bolaligimiz, yoshligimiz o'tib ketdi. Aziz asrimizning aziz ollari, aziz odamlardan so'raydi qadrin. Fursat g'animatdir, shoh satrlarla bezamoqchadir umr daftarin. Barakalla. 45 yillik yubileyimiz muborak bo'lsin. Ura! Toshkentliklarga rahmat. Azizlarim, mehribonlarim, yoshligimni eslatuvchi bugun men rostdan ham yosh bo'lib qoldim, yoshlikka qaytdik. Mana shu toshkentliklarimizda har bir mehnatlaringga rozi bo'linglar. Katta rahmat. Birlaringga ming bessin, minglaringga tuman bessin. Biza ham shunday kunlaringni qaytaraylik, yaxshi kunlarimizga boringlar. Borlaringga shukr. Sizlarni ko'rib juda xursand bo'ldim. Mana 81-yil bitirib ketib, hamma narsaga uspet qildim. Farzand bilan davlatda kechi yo'q ekan. Mana hozirgi vaqtda 3 qizim, 1 o'g'lim, 10 ta nabiram bor. Mani mehribon o'g'lim bor. Mana Hasanjonimni Zumratga berganimdan ham pushaymon emasman. Sog' bo'l, salomat bo'l. Ma, ikkoq gapiring, o'lim Ay, xush kelibsizlar avvalambor, hurmatli kursdoshlar, qadrli dugonalar, do'stlar. Mana bugun juda ham xursandmiz, diydorlashdik hammamiz. Allohim qatorimizdan xato qilmasin. Hamisha yaxshilik kunlarda diydorlashni Alloh nasib qilsin. Allohim yana kelgani qatorimizdan xato bo'lmay, yana boshqa viloyatlarda uchrashni Alloh nasib qilsin. Borlaringizga shukr. Bildirgan tilaklaringiz uchun katta rahmat. Allohim hamisha o'z panohida asrasin. Juda ham xursandman mana. Mazza qilib aylandik. Ilohim bardavom bo'lsin bunaqa uchrashuvlarimiz. Omon bo'ling. Mana yaxshi kunlarda uchrashib turaylik. Sog'lik, omonlik tilayman hammalaringga. Toshkentliklarga asubiy rahmat. Shunday yaxshi xizmatlar qilganlaringga rozimiz. Har qachon to'ylarda qatnashaylik, shunday yaxshi kunlarda. Hayotımızda eng bir quvonchli kunlardan biri deb hisoblayman. Mana shu tadbirni tashkil etgan Toshkent shahri qizlariga, Toshkent viloyatining hamma yigit qizlariga katta minnatdorchilik bildiramiz. Bu tadbirning eng asosiy sababchisi Matbuxonga birinchi navbatda hammalaringizga topgan fikrlaringizga birini o'ngni, biriniga 100 mingni bersin. Alloh ham muvaffaq sizlarning topgan fikrlaringizni yaxshi kunlarga nasib etsin. Xudo hammalaringizga katta rahmat. Mana shuncha joydan kelib xursand bo'lib ketamiz har yil.
shu mehmonlarchilik sababli hech qolish niyatimiz yo'q. Xudo ko'p yillarga birga yetaklashib yurishni nasib etsin. Amin. Alloh akbar. Rahmat. Rahmat hammangizga, toshkentliklarga. Assalomu alaykum, qadrli kursdoshlar, azizlarim, qadrdonlarim. Mana bugun ajoyib uchrashuvimiz davom etyapti. Hozir mana nimani yangi O'zbekiston bog'iga kelib, nima qildik? Ancha tomosha qilib, sayr qilib yuribmiz. Ko'nglimiz ko'tarildi. Shunday ajoyib joylar borligiga yana bir marta amin bo'ldik, chunki biz bu joylarga kelmagandik-da. Qarang, mana bir Hindistondan kelgan og'aynim ham bor. Mana o'zbekchani yaxshi o'ynaydi ham. Rahmat, hammalaringizga sog' bo'linglar. Hammani ishiga omad tilaymiz. Rahmat. Rahmat Sherali. Hamma yaxshi gaplar. Hello, Assalamu alaikum. My name is Dr. Shakil and I was invited today to this party of the reunion of Sher Ali and all of his colleagues and friends. This has been a great opportunity for me to learn about Uzbekistan and especially the hospitality and how people or the guests are treated. I am very warm, I feel very warm and very welcomed by this gesture. This is a real spirit of hospitality and greatness. I love Uzbek people, I love Uzbek food. It was an amazing opportunity to interact with the good people and wonderful opportunity. Thank you so much. Rahmat, Kata Rahmat from my side. Bugun mana 2026-yilning 2-may sanasini biz yarim yil, hatto o'tgan yildan beri kutgandik. Mana o'sha kun keldi. Juda ajoyib tarzda o'tyapti-da. Kutilgan edi, tayyorgarlik ko'rgan edi toshkentliklar. Bunda Matlubaxonni, Hilolaxonni, Zumradxonni va boshqalarning juda katta hissalari bor. Ularga rahmat. Mana shunday ajoyib tarzda tashkil qilingan, hammasi zo'r bo'lyapti. Mana qarang, o'tlarda o'tirib, chiroyli joylarni ko'rib yuribmiz. Rahmat tashkilotchilarga. Keyin mana umrimiz g'animat, bir-birimizni unutmaylik. Mana qancha kishi kelmabdi, endi kelganda yaxshi bo'lardi. Endi biz tushgan videolarni, rasmlarni ularga ochib ko'rishar. Hammaga rahmat. Ajoyib tarzda o'tyapti. Ertalabdan mana birga yuribmiz. Soat 9dan beri. Rahmat hammaga. Endi bunday kunlar tugamasin deb o'ylaydi-da odam. Baribir lekin tugab qoladi. Hali ertaga davom bor, o'rtoqlar. Boshladik. Assalomu alaykum. Mana bugun biz Toshkent viloyatining Qibray tumanida joylashgan Dubay restoranidan va hozirgi paytda Toshkent davlat chet tillar pedagogika institutini 1981-yilda tugatgan aziz kursdoshlarimiz bilan bugun institutda tugatganimiz necha yilligi? 5 yilligini nishonlash arafasidaman. Xush kelibsizlar. Sekin. Nazira oladi bizlar. Xo'jayinim kechasi Andijondan uchrashuv bo'ldi. Iya. Siz nimaga bormadingiz? Tashmini bitirgan xo'jayinim, hazilmi sizga? Menga zarur bu yoqqa tarjab qolaman yoqqa bor. Farg'onaliklardan salom, vodiyliklardan salom. Toshkent davlat chet tillar pedagogika institutining sobiq talabalari. Bugun 45 yillik yubileyimizga xush kelibsiz. Va bugungi tadbirimizda barchangizga yaxshi kayfiyatlar tilaymiz.
Aziz do'stlar, mana kechadan buyon biz yana o'sha 18 yoshimizga qaytdik. Yana o'sha talabalik davrimizga qaytdik. Garchi oyoqlarimiz og'riyotgan, garchi yo'llardagi yurishga qiynalsak-da, lekin biz baribir qalbimiz o'sha 18 yosh, o'sha talabalik davridagi studentlarga aylandik. Va bugun barchangizga bugun yaxshi kayfiyatlar tilaymiz. Albatta biz o'sha paytda 120 tadan ortiq talabalar institutini tugatgan bo'lsak, oramizdan bir nechta kursdoshlarimiz tark etishdi. Keling biz hozir ana shu kursdoshlarimizni yod etsak va undan keyin biz mana hojiota bo'lib kelgan kursdoshlarimiz chiroyli Qur'on tilovatlaridan yod etsalar, ana undan keyin biz tadbirimizni davom ettirsak. Barchangizni demak kursdoshlarimiz haqida xotiralarni tinglashga, eslashga taklif etaman. Murodjon mavjuda Samarqandning go'zali Abdurazzaq juda ham talantli, juda ham manzuraga kelmaydi. Sog' bo'lsin aziz kursdoshlar. Endi esa biz ularning yod etib bir chiroyli Qur'on tilovatlari so'rab qolamiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما هو العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. Eğer şu okuduğum Kur'an-ı Kerim ayetlerinde çıkan sevaplarını avvalama iki alem sevarı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e şu sahabeleri ve hizmetlerine parça ötken peygamberlerimiz şöyle ötken arzaviyyeler, ustazlar, şahitler bir ve beşerimiz köyün duaya muhtaç koyatkenlerge şunun şöyle dua bir kol açıp oturan ustaşlarımızı